Hey yo, barchaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan bugungi videomizda Roblox o'ynaymiz. Ya'ni Roblox ichida 100 kun yashab qolishimiz kerak, ya'ni 101 kun dengizda hayot kechirishimiz kerak. Biz unda noldan ko'tarilamiz. Ya'ni o'zimizga kemalar kerakmi, kemalar yasaymiz va dengizda oqib kelgan narsalardan o'zimizga kerakli narsalarni yasab olamiz. Ya'ni qurol-yaroqlar yasaymiz. Dengizda bizga yovuz mavjudotlar hujum qiladi. Ya'ni akulalar, sakkizoyoqlar hujum qiladi. Biz tirik qolib, mana shu dengizda hayot kechirishimiz kerak. Ya'ni 101 kun hayot kechiramiz. Bugun ham men bilan o'zim Muratni ukam o'ynaydi. Bu bizga o'rgatib turadi, chunki men uni hali Robloxga uncha tushunmayman, shuning uchun davay videoni boshladik. Qani qayerga ketamiz endi? Mana shu yerda turing. Ikkitalikdan ochdim. 5 talik ku. Chiqing axir. Mana bunda 2 talik bor. Men bilan kirib ketdi-yu. Yo'q, buni ikkitalik ochsa bo'ladi. Ato ochib yuboraysan unda. Kiring. Mana do'stlar, dengizda hayot kechiramiz. Yani 101 kun dengizda hayot kechiramiz. Hozir samolyotimiz yonib ketdi. Bu samolyot dengizga uchilyapti, to'g'ri dengizga. Mana do'stlar, videoni ovozini ozgina pasaytiray. Xo'p. Mana bu suvda oqib kelgan taxtalarni olib tashlaysiz. Qanday olaman men bularni? Polis bilan bossangiz bo'ladi. Qani olmayapti. Mana bu shu. Kiring. Mana bu. Keldi. Uyga kirib olsin. Orolchami bu? Ha. Oynadan kirib bo'lmasa ekan. Nima bor ekan sandiqda? Menga nima deb qo'ydi. Buni qanaqa qilib oladi? Uni ustiga bosasiz. Qani, qayerda? Ha. Rasmini ko'rsatmay qo'yar ekanda, rasmini ko'rsatsa bilardim. Xo'p, narigi tarafda orol ko'rinyapti. Davay o'sha tarafga boramiz. Men hayday. Xo'p. Boramiz. Burib orol tarafga harakatlanamiz do'stlar. Tak. Hozir bizning birinchi kunimiz va soat 1dan 38 daqiqa o'tdimi yo boshqa narsami? Kech. Xo'p, ketdi. Siz urasiz. Qoch. Siz urasiz bilan. Meni ham uryapti. Bu ularning orolimi? O'zimizniki qilamiz-da bu orolni endi. Uni ko'rmoq bu yerda yer. Men ham olamanmi? Yo'q. Olaman-ku. Tezroq yugursak bo'lar ekan. Ololmayman ekan. Qanday kerak emasman, yaxshi. Ola olasiz? Qani? Yonkini bosasiz bunda. Takkeda narsa chiqaradi, shuni bossangiz bo'ladi. Mana bu tarafda ham bitta sandiq bor ekan. Eshikni topaman. Ko'raychi, nima bor ekan ichida? Buni ichida menga kerak emas, senga kerak o'xshaydi, olsang menimcha. Bu ham menga kerak emas. Yomg'ir yog'yapti. Hali kemamiz bu tarafga kirib tursa, ana u tarafda ham bitta uy bor ekan. Men shu yerga borib kelaman. Quloq kelmayapti hozircha. Mana tushiga qara. Ke. Adimman. Pikasi bor ekan buni. Jonim ketishiga qara. Ichkarida ham bor ekan bittasi. Kesangchi, voy, olmozgina. Jonim
Çıkayım. Aferin size. Oldu bularni. Ketadigan bittasi qarab ketdi. Ket. Yo'q. Kim? O'zi bo'lsa qarita. Qanaqadir yozib chiqdi, menga yozib. Shuni Bizga qachon keladi? keyin olib keldingmi? Ana aptechka bo'lgan aptechka. Qanaqa qilib yuborsam bo'ladi aptechka. Urdim. Bizga kerak bo'ladimi? Sumkamiz bor, sumkamiz desam. Qanaqasi bo'ladi? Yo'q, buni qanaqa qilib soladi? O'zim solaman. Olmayapti taxtani. Sumkaga qanaqa solaman? Sumkaga qanaqa qilib solaman? Sumka mana shuni bosasdan mana buni bosib. Ha, bo'ldi. Balik sen bilasan. Hozir men tutaman. Ay, bu karmağım. İçine yaptı. Mele, bu ne bu? Bu men balık tuttum. Gitti bir yerde işte yapamadı. Daşı devam edemiz. Next tarafga qarab ketaveramiz endi. Tak. Bu tarafda mana bu uylarni ko'rib chiqdik. Mana bu yoqqa yurdiyapti biri. Mana bu. Yo, bu mana bu to'xtab tur. Strelayotgan nima ko'rsatdi? Bilmayman shuni. Ko'raylikchi, mana bu uyga kirib bir nimalar qilmoq. Suyga to'xtang, suyga tushib. To'xtab tursang, mana tepasidan nima ko'rsatyapti? Voy. Mana shunga kirib, urib tushimiz kerak. O'zi 3 ta ekan-ku bular. Mana ananda ko'ryapsizmi? Qo'limga o'laman. O'ldira olamizmi ekan bularni? Nechta bular? Menda pistolet bor. Bo'lmayapti. Hozir kiyimdan to'g'rilab qo'yay. Nimanidir ko'rsatyapti menga. Voy, otyapti. Sen ortingdan qo'yapti. Joning bormi? Ha, men pistolet otmayman. Shundan pistolet tushganida. Voy, bu craft yapti. Men buni tuzatib olgan, bir nima ko'rsatyapti. Hozir mana buni o'ldiraylik. Sen nimaga sig'inyapsan, ey? Bu yoqqa, bu yoqqagin o. Kebakka. Boltasi kuchliroq buni. Mana buni ichidagini olishimiz kerak. Xo'p, nima bor ekan buni ichida? Oldingmi? Voy, qo'lim tushdi. Maxluq kelyapti-yu. Turibdi-na qarab. Voy. Nima qiladi bu? Ot buni ot. Voy, qaysi qilmaydi ekan? Nega ketdi? O'zing hayda. Voy, kelyapti-yu. Kelyaptimi otimizga? Nimaga olding?
Ketdik. Orolga borishimiz kerak. Boyaga orolga aydamoqchi orolga qaysi orolga borsam kelyapti orqadan. Voy, olovimiz chiqdi. Bu olovimizga kirolmaydi. Voy mana bitta yana. Do'kon bor ekan. Ay ke. Oy, okyapti ikki yo'q. Nima o'tibdi deysan, nimaga kelyapti deysan? Kiroladi kim bu yerga? Biz mana bu kemamizda vakilda qimorotmasa borku. Ana shunga kirolmaydi. Ana yo'qolib ketdi. Yorug'dan qo'rqarkan. Ha, kech. Men bilan o'ldirish kerak endi. Men sakrayib o'tibdi menga qarab. Mana esa jonim olsa endi arja bor kelsanchi. Mana bu ichlar. Qoching. Menga Ura. Uramiz. Ur. Молодцы. Men jonim ozgina qoldi. Tepada yana bittasi bo'ladi. Siz Qoch. Bor tepada yana bittasi. qoching. Yana urayda. Sen Nima bor? menga pistolet berdim-a. Oling. Menda bor. Tashladim. Olmaydi. Boya men sizga ko'rsatgandek olasiz. Qo'lim bilan tegib bo'lmayapti bunga. Mana. Tek. Qaysi biri? U cheksizlik bo'ladi ekan. Qanaqa qilib otadi? Mana bu taxt kursilarni olib, Kelmaganmi? Narigi tarafda bitta. Yana bitta orolcha bor, ko'ryapsanmi? Orol narigi tarafda. Odamlar ko'rinyapti. Qayda kelman, qayda o'sha tarafga boramiz. hozir mana bularni. Kelma, bu craft deyapti. Buni nima qilib tuzatasan? Nima qilib? Sizdan narsalar Narsa tuzatadigan narsami? Bu raketa-ku, bu reaktiv. yo'q, gap taxta tashlasangiz u yer tashlaydi-da. Narsa yasab beradi mana. Mana bu narsani tushiga qarang. Yo'q, narigi orolga. Qaysi? O tarafdagi orolga, ana, to'g'rida. Qanaqa qilib mo'ljallab otasan buni? Buni mana ustiga bosasiz. Yanki odamlar chiqsa. Ketdik. Kellaring bitta. Men ko'sh to'plab turaman. Bu taraf, bu yerga keldik-ku. Ketdi bu yerdan, keldi bu yerga boya. Hozir bu g'o'chani o'ldirdim, menga ko'sh berdi. Go'sht. Qornimiz och. To'xtang, men menay. Suvda o'lib ketishim mumkin. Mana bo'ldi. Bu tarafga yetamiz. Narigi tarafda qanday Mana edasiz? bu yerda ko'sh bor, yeb oling. Men voy qonim juda qochibdi. Men o'zing haydab buni. Qorong'u tushdi-ku. Mana bunda ko'sh bor, yeb oling. Asoratda Yana bitta bor, yana bitta ber. bo'sha qanot ikkita ko'sh berdi. Ana keladi hozir yana. Ana shu tarafga qarab haydagi. Qarang, boyaga olgan narsamiz mana bu yerda ketdi. Bu yerga keldingmi? Kelmaydi-ku. Bu bizga Bor ichkarida. bitta kun qo'shib beradi. Voy keldi. Ey keldi bu. Uyga ketdi. Keldi. Bля. Qanaqa qilib buni o'zlab otyapsan? Odamni o'ziga mana buni qilib otasiz. Nima
qilchi. Ah! Qoch. Qoch. Sen mana ichida turibsan-da mana buni. Narigi tarafga ozroq chiq. Uy. Ketdi. Kel, kel. Yuborasan hali. Ot buni. Mana bu yerda zamarlar bor ekan. Ketin buni o'ldirib yuboray. Uy. Uy. Voy, mana yaqin. Ne oldu? Kim bular? Bular haqi. Shu yerga boshimiz kerak. Deyapti. To'xtab tur endi mana sandiqlarda nima bor? Olib boraylik. Nima bor? Meniki pul chiqdi. Yana bolta. Bolta emas, o tep ikkinchi etaji ham bor ekan bularni. Aqula kelyapti mana. Aqula. Men oldim. Bu qayerdan keldi? Tepadan chiqdi. Mana keldimi? Mayli, mana. Tepada kuchliroq bor ekan sandiqlarni. Aptechka berdi. Yana ochiq bo'ldi mana bu personaj yana ochiq bo'ldi. Ovqat pishiradigan. Nima bu? Xaltacha ko'rsatyapti-yu. Xaltachani oling. Xaltaga ko'proq narsa Olmayapti, lekin uni olmayapti. Qanaqa qoladi buni? Qanaqa qilib yozuv chiqaryapti? Ustiga chiqib bormi? Mana. Tek. Bo'ldi, oldim. Qani boya ko'rsatgan joyiga boraylikchi. Aqula deyadimi? Qayda boyagi joyiga qanaqa? Qayerda ekan u? Buni hozir qaraman. Ey, sen menga ovqat ber, bo'ldi. Voy. Men bu o'dillar yoniga qayda? Taxtalar yoniga mana yo'q boraylik, 35 voy. Kim o'tib qolishi mumkin. Oldiga qayda men bitga yig'iladi-ku. To'g'ri. 42%. Mana bu yoqqa kel. Tashamayapti-yu. Ustiga borish kerak endi. Hayda. Va 50%. Uy. Men jonim ketdi. Degan narsa kerak bizga. Hozir men ham bo'laman. Ana o tarafda kiyik yuribdi, qayda o'shatga? Voy bu. Ketdim men, baydim. Sen nima qilding? Kelyapti, orqadan. Uy, nima? O'tolmayapti bu yoqqa. Suvda. Bo'lib ketadi hozir. O'tyapsanmi yo'q? Qochdimi? Joning ozgina-ku. Samarasi ko'shingiz u yerga borib go'sht oling tezroq. Yarmigachachiga go'shtni olib pishirib yeyish kerak. Pishirib. Voy, o'lib qoldim. Nima qiladi bu? Mana bu. Hop, mayli, to'xtab tur. Nimalar qilyapti? Hop. Hop do'stlar, mana bu oxiriga qadar bora olmadik. O'lib qoldik yo'lda. Ya'ni bizning qornimiz och qolib ketdi. Yo'lda o'lib qoldik do'stlar. Video
shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring, like tugmasini bosib qo'ying. Va shu bilan bu videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Kommentariyada yozib qoldiring, keyingi safar qaysi o'yinni o'ynaylik. Barchaga xayr, sog', omon bo'ling.